Men sizlarga hozir oqtog' kasalligidan 99% natijaga erishgan bemorimiz haqida aytib beraman. Bemorimiz 67 yoshda 5 oy davomida oqtog' kasalligi bilan klinikamizga davolanib, mana shunday ajoyib natijaga erishdilar. Bu bemorimiz qabulimizga kelganlarida yuzlarida, qo'llarida va tanasida oqtog'lar bor edi. Bu kishini tekshiruvlardan o'tkazib, kompleks usulda barcha davo muolajalarini qilganimizdan keyin sekin-sekinlik bilan mana shu 5 oy davomida mana shunday ajoyib natijaga erishdik. Bemorimiz 67 yoshga kirishlariga qaramasdan, demak, aytilgan barcha tavsiyalarga amal qildilar va sekin-sekin davolash natijalarini ko'rganlaridan keyin bu holat u kishini yana ham kayfiyatlarini ko'tarib, demak, tezroq shifo topishlariga turtki bo'ldi. Ahamiyat beradigan eng muhim jihatimiz, ko'pchilik bemorlarimizda agar qo'llarida oqtog' bo'ladigan bo'lsa, bu tuzalishi qiyin deb o'ylashadi. Lekin bu kishi 67 ga kirishiga qaramasdan qo'llardagi oqtog'lar ham butunlay yo'qolgan. Agarda siz ham uzoq vaqtdan beri oqtog' kasalligi bilan davolanib, bu darddan qutula olmayotgan bo'lsangiz va mana shunday ajoyib natijaga erishishni istasangiz, hoziroq quyidagi raqamlar orqali murojaat qiling.